Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Game Zone kanali. Bugungi videorolikda biz sizlar bilan birgalikda Dallas 26 o'yinini o'ynab maza qilib dam olamiz. Albatta bugun yaxshi video bo'ladi degan umiddaman. Bo'lmasam biz boshladik akalar. Xo'p, bugun biz botlarga qarshi o'ynaymiz, chunki meni ham birinchi videoyim do'stlar. Va mana men tarkibimni ko'rib turibsizlar. Meni tarkibimda mana ko'rganinglardek Andy Cole, Di Mariyalar va Salahni bu yerga qo'yib olsak yaxshi menimcha. Mana u g'alabalar ko'rib turibsizlar. 107 ta g'alaba, 70 ming muxlis sig'iydigan stadion bor. Mana o'sha stadionimning ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. Menimcha stadion normalniya. Bo'laveradi. Qimmati ham kerak emas do'stlar. Hop. Bo'lmasam biz o'yinni boshlaymiz akalar. Bundan oldin biz qizil formani taqib olamiz, ya'ni shu formada o'ynaymiz do'stlar. Xo'p. Dallas 26 ni ko'rmaganlar uchun mana 26 sida mana bunaqa chiqishlar uji. Ya'ni sizning futbolchilaringiz bilan raqib jamoa futbolchilari shug'ullanmoqda mana. Xo'p, Rudiger zarba yo'lladi. Ajoyib gol. Xo'p, do'stlar, bizning tarkibimizni ko'rsatmoqda mana. Open'da va yana bir nechta o'yinchilar yaxshigina kuchaytirilgan menda. Xo'p, bo'lmasam o'yinni boshlaymiz. Iltimos akalar, sizlardan nima? Birga bir go deb u bu deb yozib o'tirmanglar. Qani boshladik. Hop. Qani top qo'yinglar bratishkalar. Yaxshi. Salah. Van Dijkga pas, Van Dijk Rudigerga. Yeb o'tmay qoldi. Yaxshi. Van Dijk yaxshi do'stlar. Voy! Bir normalni pas bermaymizmi biz, ha? Voy. Voy! Kirib ketyapti-yu ichkariga. Patkat tashlaymiz. Yo, tepishga yo'l qo'ymaymiz akalar. Fint qilyapti do'stlar. Botlar ham hatto 26 da fint qilishga o'tibdi. Hop. To'pni olib qo'ya olmayapmanmi? Luka Modrichga nima berildi? Sariq kartochka. Mayli. Hop, baribir gol ursak kerak. Gol uramiz ham hali. Keyin do'stlar, bu yerda offside bor ekan botda. Hop, ko'rib olamiz qayerda offside. O'zi mana kameralar ko'rsatishlarigacha o'zgargan, juda ham yaxshi qilishgan. Hop, ba'zi joylarda uzilish bo'lib qolishi mumkin videoni, chunki ekran zapis qiladigan nima uncha ishlamayapti. Hop. Endi o'yinga qaytamiz. Hop. Hakimi Salahga pas. Chiqib ketib qoldi-da. Mayli. Bizda emas, botdan chiqib ketibdi. Qoyili. Hop, gol bo'ladi. Gol. Birinchi gol. Andy Cole'dan birinchi gol do'stlar. Hop. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda menimcha yaxshi gol menimcha. Yana bilmadim. Hop. Endi bot boshlaydi o'yinda. Qari. Soparvoylar olib qo'yinglarchi topda. Vay! Pikar patga tashladim do'stlar. Bekka tashladim. Salahda sariq bor endi. Hop. Andy Cole Open'daga pas beramiz. Open'da tezlikda kuchli. Essiz do'stlar. Xo'sh, Open'dan yugurishini ko'rmoqchisizlar. Juda ham yaxshi yuguradi. Rudiger patga tashlamoqchi bo'ldim. O'xshamadi. Hakimi Salahga pas. Qani endi ketdik. Yugurdik. Yana bir bitta pas. Ulgurmay qoldik. Kalla qo'yishgan, mayli, hech qisi yo'q. Hop, Valverde. Shu yerdan tepib ko'ramizmi? Valverde. Yana o'xshamadi do'stlar. Yana olib qo'ydik do'stlar. Valverde kirib bormoqda, zarba yo'llaydi. Valverde gol. Botning xatosi tufayli Valverde gol urmoqda. Mana ko'rishingiz mumkin, xato qildi bot pas berishda. Hop, endi Rudigerda patkat o'xshamay qoldi. Kurtuva chiqib kelmoqda vartadan. Birinchi taymga 2 daqiqa qo'shib beribdi, mayli. O'zi bilan chiqamiz Kurtuvani. Hop, do'stlar, mana birinchi taym ham tugadi, endi ikkinchi taymga. Hop, do'stlar, mana men tarkibim, mana
Ronaldo ham bor men tarkibimda. Diego Jota, hattoki Husanov, Shomurodovlargacha bor. Hop, mana Di Mariyani ko'rib turibsizlar. Mana Mbappe do'stlar deyarli juda ham yaxshi holatga keldi menda, kuchayib. Va mana do'stlar Open'da ham ko'rib turibsizlar, tepasidan уже tutda yuz chiqishga tayyor turibdi. Hop, va Valverde do'stlar mana. Valverdedan ham уже ikkita yuz chiqishga tayyor turibdi. Hop do'stlar, ikkinchi taymni biz boshlaymiz. Tezkor hujum bilan kirib ketishimiz kerak. Salah, to'pni o'tkazib bera olmadi. Yaxshi, to'p bizda. Salah qoidani buzib qo'ymoqda. Muhammad Salah yaxshi to'pni oldi. Andy Cole'dan zarba yo'llaymiz. Siz yomon to'st o'zi ham. Xo'sh, mana biz hozir aytganimdek video pauza bo'lib qoldi. Mana pauza bo'lib qolibdi. Hop, mana biz zarbani ko'rib olamiz. Xo'sh. Andy Cole aytdim-ku shunaqa uzilishlar bo'lib turadi deb. Mana wow do'stlar. Просто darvozabindan super safe bo'lgan ekan. Hop, De Bruyne tashlab beradi, esiz. Valverdega to'pni beramiz. Valverdedan ham uzoqdan pushga qilsa bo'ladi. Xo'sh, gol uramizmi? Gol. 3-0. De Bruyne gol urmoqda. Albatta, menimcha tarkibim yaxshi. Endi o'zlaring kommentariyalarda baho berib yuborsizlar. Hop, tezda o'tkazib yuboramiz bu yo'llarni. To'p yana botdan boshlandi do'stlar. Salah to'pni olib qo'ymoqda. Yana pas berishda xatolik. Hop. Valverdedan uzoqlardan ham pushkalatsam bo'ladi, juda ham yaxshi futbolchi menda. Hop. De Bruyne kalla qo'ymoqda, esiz. Shu yerda olib qo'ysak Valverdedan ko'rib olardik. Hop. Darvozabin chiqmoqda. Valverde, Luka Modric to'p. Valverdega pas bergandim, lekin o'tmay qoldi. Endi birolar do'stlar qoidani buzib qo'ydik. Hop. To'pni tezda qaytarib olamiz baribir. Salahga pas, Salahdan esa ichkariga yetkazib beramiz. Va do'stlar, mana o'sha botlar ham patkatda ishlayapti bizga. Voy. Botlar juda patkatda ishlayapti menga. Ko'rsatib qo'yaman akalar bularga, sabr qilib turinglar. Endi Cole'dan, o'xshamay qoldi. Valverde! Ozgina noaniq ketdi. Tarkib menimcha almashtiramiz o'yinchilar. Ronaldoni tushiramiz, Viniciusni va Di Mariyani bo'ldi. Pastga Husanovni qo'yamiz. Rudigerni o'rniga qo'yili. Boshqa menda o'rta himoyachi yo'q. Shuning uchun Jotani tushira beramiz. Mana o'sha 5 ta o'zgarish. Menimcha juda ham kuchli o'yin qila olamiz endi bag'iga ham. Ronaldo va Viniciuslar tushdi. Hop, Valverde to'pni olib qo'ydi. Ronaldo. Yana raqib jamoasiga tegib qaytmoqda to'p. Afsuski do'stlar, bo'lmasam chiroyli gol bo'lar edi. Hop, Ronaldodan Ronaldo va super gol. Qanday ajoyib gol do'stlar Ronaldodan hozir. Hop, ko'ramiz do'stlar zarba tezliklari. Mana, hop, Ronaldo shunday o'ng oyog'iga chap to'g'rilab oldi. 39 metr. 73 tezligi, zarba tezligi juda ham super gol bo'ldi o'zi ham. Men saqlab qo'ydim buni. Hop. Ronaldoni muxlislari uchun mana maxsus gol. Juda ham ajoyib gol urmoqda Ronaldo. Voy, Di Mariya nima qilib qo'ymoqda. Bo'lmasam do'stlar, biz ikkinchi o'yinga o'tamiz. Xo'sh, mana do'stlar, biz ikkinchi o'yinga ham kirib oldik. Mana o'zi nimaga darvozada Modric bo'lib qoldi? To'xtanglar do'stlar, stop. Axir menda Kurtova turgan-ku darvozada. Bilmasam do'stlar, bug bo'lib qoldimi deyman. Valverde aniq pas bo'lmadi Valverdega. Mayli, Salah Ronaldoga pas. Va Ronaldoni tushirdim do'stlar. Esiz do'stlar.
ichiga o'tmadi-da. No mayli, tepib beramiz ichkariga. Kalla bilan zarba o'xshamay qoldi. Bastoni zarba! Qanday gol! Qanday gol do'stlar bu hozir? Himoyachi uryapti do'stlar shunday golni. Ko'ramiz do'stlar, xo'sh. Zarba tezliklari va udar qanchalik 67.6 do'stlar. Zarba tezligi super aylanish, ko'rgan bo'lsanglar. Men bu golni ham saqlab qo'ydim. Himoyachi shunday urmoqda do'stlar, himoyachi. Voy, mushugim kelib oldi yonimga. Hop. Adam bosib pas beramiz. Salah, kim bor ichkarida? Hech kim yo'q. Qanday hozir pas bo'lgan edi bu? Zarba uncha o'xshamay qoldi Opendada. No mayli. Valverde. Hop. Ronaldo, esiz. Free kick do'stlar, bizda free kick berilmoqda. Mana shunday qilib tepsamiz bo'laveramikan. Zarba, ozginagina xato ketdi-da. Yana ozginagina bu yoqdan qilsam bo'lar ekan. Hop. Salah, Ronaldo, Opendaga pas. Openda tezligi kuchli. Openda zarba, esiz. Darvozabin o'z o'rnida do'stlar. Pas beradi. Do'stlar pas berdi. Bu ham hop. Yaxshi, Salah to'pni olib qo'ymoqda. Ichkariga pas. Zarba, Ronaldo va gol. Ronaldo do'stlar, Ronaldo ochmoqda. Ikkinchi golni Ronaldo urdi, birinchi golni Bastoni urgan edi. Bastoni ham super zarba yo'lladi mana meni tarkibimda. Hop. Endi pas bersak, paslar o'tyapti eng asosiysi. Hop, hozirda gol ura olarmikanmiz? Bu hujum, yana raqib jamoani o'yinchisiga tegib qoldi. Hop, endi tashlab zarba, gol. Virgil van Dijk uryapti do'stlar, bizda Van Dijk. Ko'ryapsizlarmi? Himoyachilar gol uryapti menda. Mana ko'rishinglar mumkin mana. To'g'ri, bunaqa tez kamerada ko'rishga ham ulgurmadilar-ku endi-da. Salah Opendaga pas, siz o'xshamay qoldi va rikoshet bo'lib qaytgan edi to'p. Mayli do'stlar, endi gol bo'lib ketishi ehtimoli bor edi do'stlar. Muhammad Salah o'zi kirib boradi, siz o'xshamadi. Marata bor ekan do'stlar bu komandada. Hop, birinchi taymga 1 daqiqa qo'shib berildi. Rudiger to'pni olib qo'ya oladimi? Olib qo'ydi, lekin afsuski chiqarib yubora olmadi. Hop, qani Di Maria yugurmoqda, afsuski olib qo'ya olmadi. Rudiger sekinlashib qolyapti. Chalib olib qo'yamiz oxiri. Hop. Endi bunday qilib, o'zi birinchi taym tugadi. Menimcha ko'p vaqt bo'lib ketdi. To'g'rimi, birinchi taym nima bo'lganiga ham boshlangan. Daqiqalar qo'shib berganiga ham ancha bo'ldi. Hop. Ikkinchi taym boshlandi. Do'stlar, Salah to'pni olib qo'ymoqda. Salah o'zi kirib boradi. Zarba, gol. Muhammad Salah do'stlar gol urmoqda menda. Hop. Stadionni ko'rib turibsizlar. Stadion juda ham yaxshi holatda menimcha. Nimaga hozir Salah nima qilmadi? Ay. Hakimiga sariq beriladi do'stlar. Chunki chalib qo'ydim Hakimida. Qoidani buzib qo'ydi Hakimi esa. Endi bunga Hakimi aybdor emas, men aybdorman. Hop. Top bizda. Ronaldo zarba, gol. Va yana do'stlar, Cristiano Ronaldodan super gol. Ko'rib olamiz do'stlar, ko'rishinglar mumkin. Ronaldo juda ham super gollar urmoqda mana meni tarkibimda. Xo'p. 23.5 metr, zarba tezligi 64.7. Super. Hop. Mana aytdim-ku, baribir sariq beriladi deb. Chunki chalib qo'ydi nimani. Hop, endi Hakimida yana patkent tashlayapman.
esimdan chiqib qolyapti. Hakimiyda ko'p paketda ishlayman-da o'shanga. Hop, Van Dijk essiz. Tarkib menimcha kuchliroqlar qo'yamiz. Mbappeni, Viniciusni, Andy Cole'ni qo'yamiz. Yo'q, qo'ymayman ekan. Mayli, qo'yaveramiz. Ular uni almashtirib qo'yamiz. Hop. Nimaga free kickga qo'yib bo'lmayapti? Mayli. Hop. Bo'ldi do'stlar, o'zgarish ham tugabdi. Bizda 4 ta o'zgarish. Bular 4 ta endi o'yinni kuchaytirib bera oladimi, yo'qmi bilmayman. Xo'sh, do'stlar, hozir gol urib qo'ymasa bo'ldi. Chunki bilasizlar, DLC 6 da botlar ham bemalol varataga tepa oladi. Hop, Mbappe tezlik olmoqda. Pas Andy Cole. Ulgurmay qoldi. Maratada top. Marata sheriklariga pas bermoqda bot ham. Hop, olib qo'ysak yaxshi bo'lar edi to'pni. Yaxshi olib ham qo'ydik. Mbappe, do'stlar, bekor uzoqlashtirib yubordim o'zimdan. Mbappega qaytarib beramiz to'pni. Mbappe uzatma. Afsuski. Valverde'dan zarba. Juda noaniq ketdi zarba o'zi ham. Hop, mayli. Juda noaniq va juda ham adashdim. Valverde to'pni yana olib qo'ydi. Salah Andy Cole'ga pas o'xshamay qoldi. Hujum davom etmoqda. Hop, mana uzatma. Voy. Urolmadi-yu Salah. To'g'rirog'i men ani bosdim akalar, bosilmadi nimagadir. Van Dijk va do'stlar, mana. Albatta do'stlar, mana shu videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, dalasidagi videomiz yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'yinglar. Shunaqa kontentlar yana ko'proq ko'rishni xohlasanglar, kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringni qoldiringlar do'stlar. Bo'lmasam, keyingi videolargacha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tugadi.